Legenda Gentra'ni qop-qorasidan tinig'idan minaman deb niyat qilib qo'ygan akalarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka bez lyuk varianti. Xo'p, mashinamizga original amerikanka, original optralar taqilgan, morda qismi polностью bronplyonka qilingan. 10 oy tonirovka ruxsati ham bor ekan holi. 44 ming o'zini halol probegi, salon holatlari ideal holatda turibdi, bitta ko'rishlaring mumkin. Start stop 725 magnitofon pioner taqilgan, tunnel datchik ham qo'yilgan ekan, po'liklari ham turibdi. Mashinani holat ideal holatda turibdi. Kraskalariga keladigan bo'lsak, bir tomchi kraska sepilgan detali yo'q aka dedi. O'zimiz ham ko'rib chiqdik. Hamma detallar radnoy holatda, polirovka keramika qilib qo'yilgan. Metan ham, propan ham uстановка qilinmagan mashinaga, benzinda mashinamiz. Balonlari, hadoylari, balon 4 ta balon Lasa brendidan archa yaxshi yangi balon taqilgan ekan. Hadoy motor yangi holatda turibdi. Xo'p, bu mashina kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, mashinani baraka qilib olib, mazah minishlaring mumkin.